Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Grizzly Dillsa. Xo'p do'stlar, bugun Dembeleni yana bir bor full qilib ko'ramiz. Bu safar ham 600 chiqaramiz degan umiddamiz. O'tgan safar yaxshi chiqmay qoldi. Xo'p, birlik beramiz. Ikkilikda chota stressiga birlikda ham yeb ketyapti. Birlikda lekin shans kamroq stressiga o'tishiga. Ikkilik ketdik. O yaxshi, mana shunaqa yeb tursa, stressiga tushdi. 600 chiqish kerak. Voy, prolif yeb ketyapti. Texnika berib ko'ramiz, yaxshi. Ikkilik fitness. U tezlik ko'rsatkichlariga tushmoqda. Stamina. Prolif. O yaxshi. Tezligi o'zi 100 bo'lib qoldi, lekin tez 100 bo'lmasligi kerak edi reja bo'yicha. Chunki stressiga tushish foizlari oshadi. Tez 100 bo'lib qo'ysa. Yaxshi, 90 bo'ldi staminasi. Tezlik 100 bo'ldi o'zi. Staminaga tushyapti, yaxshi. Shotga tushdi, stamina. Stressiga tushdi. Shot, yaxshi. Stamina. Stressiga tushyapti. Stamina. 600 chiqarmikan, lekin stressiga yeyverar ekanda. O yaxshi. Davay. Videoni kesib kuchaytirgichlarni yig'ib olamiz. Hop, mana kuchaytirgichlarni ham yig'ib oldik. Voy, tushmaydimi deyman yana. O yaxshi. Yaxshi. Ikkilik beramiz. Hop, voy. Fitness bosordimi? Yana kuchaytirgich olib kelaman. Uchlik beramizmi? Go uchlik. Ana takka ketib qoldi. 600 chiqmaydimi deyman. Davay. Yana takka ketyapti. Kon 100 bo'ldi o'zi. Yaxshi. Full ikkalasi yedi. 99 bo'lib qoldi shot. Mayli, videoni shu joygacha ko'rganlaringiz uchun kattakon rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Kanalimizni obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Kanalimizda 100 ta bo'lishiga ozgina qoldi.